Dunyodagi eng katta davlatlardan birini hukumati taklifiga binoan ziyoratga borganimda barnomani ichida dinlar alyansi yig'inida ishtirok etish degan bir band borligi e'tiborni tortdi. Vaqti kelib, fursati yetganda ana shu demak barnomani bandini demak ijro etish uchun o'sha dinlar alyansi, ya'ni dinlar majmuasi, dinlar to'plami deb atalgan joyga olishib bordi. 2-3 tarjimon, Tashqi ishlar vazirligining mas'ullaridan bittasi. Borsak, majlis bo'lyapti. Bizga tushuntirdi. O'sha yurtdagi mavjud dinlarni vakillari shu yerda bor ekan. Ular hamkorlik uchun, bir-biri bilan tanishish uchun, bir-biri bilan yaxshi munosabatda bo'lish niyatini ifoda qilish uchun tez-tez ana shunday uchrashuvlar o'tkazib turishini aytishdi. Majlis bo'layotgan joyga kirsak, haqiqatan turli dinlarni namoyandalari, vakillari o'tiribdi. Din arboblari emas. Ziyolilar bo'lishi mumkin, qandaydir bir ilmiy muassasada ishlaydigan odamlar bo'lishi mumkin, lekin din arboblari emas. Majlisni olib borayotgan odam aytayaptiki, biz mana turli dinlarning vakili shu yerga yig'ildik, hammamiz turli dinga mansubmiz. Bugungi ko'radigan masalamiz yaxshi nima-yu yomon nima, shu to'g'risida bir hammani fikrini bilmoqchimiz, fikrlarni yig'moqchimiz, o'rganmoqchimiz. Hammalaringizdan demak bemalol o'zingizni fikringizni aytishlaringizni so'rayman. Men o'zim boshlab beradigan bo'lsam, menimcha yaxshilik degani bu degani, u degani, yomonlik degani bu degani, u degani deb o'zi yaxshi ko'rgan narsani yaxshi deb, o'ziga yoqmagan narsani yomon deyapti. Bittasi turib so'z olib aytayapti, men falon yerga boruvdim, nafaqaxo'rlarning nafaqasini berishni kechiktirishibdi, ozgina urushib ham qopti. Menimcha mana shu yomonlik deydi. Ikkinchisi falon yerda falonchidan pora olibdi, mana shu yomonlik. Menimcha mana shuni eng yomonligidan shuni deyish kerak. Ya'ni o'zini yo'lida uchrab qolgan narsani, o'ziga yoqmagan narsani, o'zini shaxsiga zarar keltirgan narsani yomon deyapti. O'ziga nima bo'lishidan qat'iy nazar yoqsa, foyda keltirsa, uni yaxshi deyishyapti. Ancha gapirishgandan keyin ana mehmonlarimiz ham bor, mehmonlarimizga ham so'z beraylik. Ularning ham fikrini eshitaylik. Deyishdi. Keyin men aytdimki, men dinlar alyansi deganlaringizda boshqacha tasavvurda edim, lekin bu yerda din arboblari emas, oddiy, ya'niki dindorlar o'tirganligini ko'rib turibmiz. Lekin bahslaringiz bizni dinimizga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Chunki bu yerda shaxslar o'zini yaxshi ko'rganini yaxshi deyapti, yomon ko'rganini yomon deyapti. Birovni yaxshi ko'rgani ikkinchisini yomon ko'rishi mumkin. Unda to'qnashib qoladi. Hozir mana musulmonman degan odamning gapini eshitdim, mutlaqo bizni dinga to'g'ri kelmaydi bu. Mana shu gapni eshitib sizlar borib musulmonlarda falon narsa mana shu odam aytgandek ekan deb aytib yurmalaring yana. Bir musulmonning o'zini shaxsiy fikri desalaringiz mayli. Lekin bizni dinimizda bu gapni tam teskarisi aytiladi. Menimcha bunaqa bilan demak maqsadga erishish qiyin. Odamlar har xil, sharoiti har xil, ongi har xil, madaniyati har xil, tushunishi har xil. Narsalarni baholashda albatta fikrlari har xil bo'lishi mumkin. Mumkin emas, ya'ni voqelik, haqiqat. Odamlarga yaxshi nima, yomon nimani odamlarning ustida turgan zot aytib berish kerak. Ana shunda keyin haqiqat bo'ladi, hammaga barobar bo'ladi, hammani to'g'ri yo'lga boshlaydi. Hayron, ular bunaqa gapni eshitmagan. Bir-biriga qarashadi, yo to'g'ri deya olmaydi, yo noto'g'ri deya olmaydi. O'zlarining tushunchasi hariga. Ana endi mana shu yaxshilik va yomonlik. Bugun Allohni buyuk yaxshilik qiluvchi sifati ekan, biz yaxshilik to'g'risida so'zlashamiz. Bizga Robbimiz, nabiyimiz, dinimiz, shariatimiz nimani yaxshilik deb
tushuntirgan va shuni qilishga buyurgan. Al bir so'zi, ya'ni bar ismi bir so'zidan olingan deb aytdik. Uni lug'atdagi ma'nosi boriki, hamma yaxshiliklar degan ma'noni bildiradi. Yaxshilik musulmonlar, mo'minlar ittifoq qilgan haqiqat bo'lganligi uchun ruhiy tarbiya mashoyixlari, katta ulamolarimiz yaxshilikni turlicha ta'rif qilmaganlar. Bitta Abu Mansur degan shaxsni ta'rifi kitoblarda kelgan. Yaxshilik barcha insonga foydali narsalardan iborat bo'lib, bu dunyoning yaxshiligi hidoyat, insonga beriladigan ne'matlar va boshqa uning rohati, farog'atini ta'minlovchi narsalardan iboratdir. Oxirat yaxshiligi esa jannat, jannatni ne'matlari va jannatda Alloh bandalariga ato qiladigan darajotlardir deyilgan. Ana shu. Yaxshilik shu.